Muşnaq yumuşaq o'xshagan jusey mantisini uyda ittalaysizlar. Mopiq unga echitqu, shika, ilman suv qo'yib, xamirni bo'shroq yo'g'iramiz. Xamirni yo'g'irib oldik, buni ilman yağ qo'yib 1 soat bo'ldirib olamiz. Xamir bo'lguncha jusey go'shtlarni to'g'rab, qiymani tayyorlig'ini qilolay. Qiymaga tuz, zira aralashmay silib, ta'mini tangishib olay. Xamirimiz shunday yaxshi ketdi. Endi mantini tegsakli bo'ldi. Mantini tugib 10 minut turg'azsa, tig'im yaxshi ko'pidi. Suvni qaynatdan jimbilni maylab olay. Mantini 15 minut dimsakli pishidi.